Prezidentimizning demak 391-sonli qarorlar qabul qilindi. Bu o'sha ushbu qaror bilan yuqorida ta'kidlaganimdek nafaqat xorijiy navlar, balki mahalliy navlar seleksiyasi, ularning urug'chiligiga ham alohida e'tibor qaratdi. Bular qatorida nima? Birinchi navbatda mana shu aytilgan global iqlim o'zgarishi sharoitiga mos bo'lgan o'za navlar seleksiyasini rivojlantirish, qolaversa ularning urug'chiligini rivojlantirish, bunda asosiy e'tiborni navning genetik tozaligiga, barqarorligiga amal qilish, qolaversa o'sha o'za navlarni urug'chilik maydonlarida alohida joylashtirish masalalari, ya'ni o'sha nav tozaligini ishlab chiqarish jarayonida yuqori darajada saqlab qolish maqsadida demak o'sha alohida konturlarda, urug'chilik xo'jaliklarida joylashtirish masalasi. Qolaversa mana oxirgi yillarda e-urug' elektron platforma orqali demak ilgarigi qog'ozbozlik tizimidan voz kechilib, demak elektron platforma orqali demak urug'chilikka tender hujjatlarini topshirishadi va urug'lik yetishtiradigan fermerlar demak bunaqa imkoniyatga ega bo'lishadi. Yuqori avlodli, navdorligi yuqori bo'lgan original urug'larning elita va reproduksiyali urug'larni yetishtirish yo'lga qo'yildi. Bundan tashqari urug'larni qayta ishlash tizimi ham takomillashtirildi. Demak, urug'ni qayta tayyorlash sohasini modernizatsiyasi bilan bir vaqtning o'zida urug' sifatini oshirishga ham erishildi. Mansiyat boshimiz tomonidan paxtakorlarimizga, klasterlarimizga shunday imkoniyat berildiki, navni tanlash, nafaqat mahalliy navlar ichida, balki xorijiy navlar, xususan mana o'sha 391-sonli qaror asosida demak xorijiy paxtachilik rivojlangan davlatlardan, xususan Xitoy Xalq Respublikasidan, Hindiston, Turkiya, Amerika Qo'shma Shtatlari, Ispaniya kabi davlatlardan demak xorijiy navlar va duragaylar urug'lari keltirilib, respublikamizda katta maydonlarda sinovlardan o'tkazildi va ishlab chiqarishga joriy etildi. Ularning orasida alohida men ta'kidlab o'tmoqchi edim, mana shu boshqa navlar bilan bir qatorda Xinjiang Hangtai Seed Industry kompaniyasi tomonidan demak qishloq xo'jaligida bilim va innovatsiyalar milliy markazi va uning tizimidagi demak paxta seleksiyasi va urug'chiligi va yetishtirish agrotexnologiyalari ilmiy tadqiqot instituti bilan ilmiy amaliy hamkorlik shartnomalari tuzildi va bunga asosan ushbu kompaniyani rahbari, mutaxassislari ishtirokida demak hamkorlikda demak birinchidan o'sha kompaniyani navlarini respublikaning turli tuproq iqlim sharoitlarida demak hozirgi ilg'or texnologiyalar asosida sinovni tashkil qilish, ikkinchidan ularning urug'chiligini yo'lga qo'yish, qolaversa ushbu kompaniya bilan hamkorlikda yangi mahalliy sharoitga moslashgan hamkorlikdagi g'o'za navlari seleksiyasi, yangi navlarni yaratish bo'yicha demak hamkorlik ishlari amalga oshirilmoqda. Buni birgina misoli o'tgan yillar davomida demak institutning o'sha Jizzax, Qashqadaryo, Namangan, Farg'ona va Toshkent viloyatlarida ushbu kompaniya tomonidan taqdim qilingan Hangtai 606, Hangtai 651, Hangtai 652 va boshqa bir qator navlarni demak suvga bo'lgan talabi, o'g'itlarga bo'lgan talabi, ko'chat qalinligi, tuproq iqlim sharoitiga bo'lgan talablari bo'yicha demak sinovlar o'tkazildi. Va dastlabki natijalar juda quvonarli bo'ldi. Birgina o'sha Hangtai 606 va 651 navlaridan ushbu sinovlar natijasida demak mahalliy navlar bilan birgalikda sinab o'rganilganda ularga nisbatan 3-5 sentrgacha yuqori yoki amaliy hosildorligi 62-65 sentrgacha bo'lganligini biz aniqladik. Ya'ni bu o'sha cheklangan dala nam sig'imi 70-75-65 tartibda o'sha azotli, fosforli kaliylarni, o'g'itlarni qabul qilingan me'yorlarda berilganligida hamda o'sha qo'shqator usulida demak 76 sxemada demak plyonka ostiga va tomchilatib sug'orish tizimi qo'llanilganda demak gektariga 220-240 minggacha ko'chat qoldirilganda mana shunaqa yana 65 sentrgacha 70 sentrgacha hosil olish potensiali, hosil berish potensiali borligi aniqlandi. Va eng asosiysi bularning ichida o'rganilgan navlarning ichida ayrimlari demak o'zini tezpisharligi bilan ham ajralib turganligini alohida ta'kidlash